Oshqozon operatsiya qilish ozish uchun eng oson yo'limi? Assalomu alaykum, mana auditoriyam. Bilaman, oramizda ayniqsa ayollarda, endi erkaklarni bilmayman, erkaklarda ham ko'p. Mana auditoriyam ayollardan iborat bo'lgani uchun ayollar orasida juda ham semizlikdan qiynalayotganlar, nima qilsa ham ozolmayotganlar juda ham ko'p. Даже operatsiya qildiraman, oshqozon operatsiyasini amalga oshiraman deydigan darajaga yetib kelganlar ham bor. 17 yillik tajribaga ega doktor Ismoil Nazarov mana shu oshqozon operatsiyasi O'zbekistonga kirib kelgandan boshlab uzoq yillardan beri operatsiyani amalga oshirib kelyaptilar. Bular o'z tajribalarini juda ko'p chet davlatlarida yuqori darajada oshirib kelganlar. Janubiy Koreya, Shveysariya, Moskva, Turkiya, Ozarbayjon, Hindiston juda ham ko'p davlatlarda tajribalarini oshirib kelganlar. Aynan shu oshqozon operatsiyasi haqida ma'lumotlarni olamiz. Oshqozon operatsiyasi ozish uchun eng oson yo'lmi shunda? Albatta, semizlikni va qandli diabetni ikkinchi turini bartaraf qilish uchun turli xil usullar bor. Amaliyotdan oldingi usullar. Birinchi o'rinda tabiiylik bilan organizm o'ziga qo'yib berish kerak. Sog'lom holatda ozishga harakat qilish kerak. Ya'ni amaliyot bu amaliyot, o'ziga yarasha jarrohlik amaliyotlari organizmda stress yoki travma keltirish mumkin. Shuning uchun birinchi o'rinda aytamizki, bemorlarimizga semizlik birinchi, ikkinchi, uchinchi va undan yuqori darajada rivojlanganda avvalambor tabiiy yo'l bilan harakat qiling. Dieta qiling, sport qiling, shug'ullaning, o'zingiz ustida ishlang, o'zingizning sog'lig'ingizga e'tibor qiling deymiz. Ming afsuski, hozirgi kunda harakatimiz kam, yeb ichishlarimiz juda ko'p va turli xil bahona qilib kasbimizga, hayotimizga, stresslarimizga sabablarni qo'yamizda, semirganimizni bilmay qolamiz va oxir-oqibat yengilroq yo'lini tanlash uchun amaliyotga kelamiz. Semizlikka hozirgi kunda ko'pchilik bu amaliyot invalid qilishi mumkin, kasallik har xil kasallik qo'zg'ashi mumkin deydi. Lekin har bir insonni individual tanlab olinadi. Semizlikka ko'rsatmalari va boshqalari bor. Shunga qarab turib tavsiya etiladi. Oldingizga kelgan, xohlagan odamni operatsiya qilish mumkinmi yoki o'zini ma'lum bir kilosi bormi? Qachon semizlik deb aytamiz? Tana vazni indeksi degan tushunchamiz bor. Ya'ni bo'yimizni, vaznimizni bo'yimizga nisbati. Ya'ni vaznimiz o'rtacha 60 kilo bo'lsa, bo'yimiz 1.60 bo'ladigan bo'lsa, bu standart vazn hisoblanadi. Ya'ni 1.60 bo'yga 60 kilo vaznimiz norma. Endi shu 60 kilodan yuqori vaznlar 75 gacha bo'lgan vazn oshiqcha vazn hisoblanadi. Hali semizlik kasalligi rivojlangani yo'q. Endi 80 dan yuqori oshdi, 85, 90, undan yuqori 1.60 bo'yga nisbatan aytyapman. Bunda birinchi darajalik, ikkinchi darajalik, uchinchi darajalik semizlik kasalligi rivojlanadi. Qarang-da, mana oshqozonni operatsiya qildirgandan keyin birinchi foydasi insonni o'sha ruhan ham xursand qiladi, bu ozadi. O'shandan boshqa foydasi ham bormi organizmga, insonga? Albatta, birinchi biz inson bemorlarimiz bilan, semizlik kasalligi bilan xastalangan bemorlarimizda suhbatida avvalambor ularga bir maqsad so'rayman. Maqsad nima? Oshqozon amaliyotini o'tkazishdan, qisqartirishdan maqsad nima deyman? Ular ko'pchilik go'zallik deb talab qilishadi. Yo'q, men ularga tushuncha beraman. Go'zallik bu ikkinchi daraja deyman. Birinchi daraja shu semizlik kasalligini negizida turgan surunkali kasalliklar va ularning asoratlari bartaraf bo'lishi fonida siz aytganlarimizni qilib tursangiz, sog'lom, chiroyli, go'zal bo'lib ozasiz. Maqsad sog'ayish bo'lsa, siz kelajakda ham sog'ayasiz, ham chiroyli bo'ladi. Keyinchalik go'zal bo'lasiz, sog'lom bo'lasiz. Endi butun o'sha auditoriyam qiziqqan savol, chunki oshqozon operatsiya qilaman deb startda turganlar ham bor bo'lishi mumkin orasida. Operatsiya qilgandan keyin bo'ldimi, srazu avtomatik обычно yursa ozib ketaveradimi? Hech narsa qilish kerak emasmi shunda? Xo'p, har bir jarrohlik amaliyotini o'ziga yarasha tartiblari bor. Bu tartibga kirishdan oldin nima bizni oldimizda hayotimizda nima tartiblar bor bilish kerak insoniyat. Amaliyotga kirishdan oldin bu magazinga kirgan emas. Magazinga kirib turib o'zi xohlagan narsani uni ber, buni ber, mana puli olib chiqib ketdi emas. Bu meditsina, bu sog'liq.
har bir sog'liqda anatomik strukturalar o'zgaradi jarrohlik yo'li bilan. Ya'ni oshqozon hajmi kattaligini, hajmini kichraytirish bilan biz ovqat iste'mol qilishni kamaytiramiz. Shu hisobiga amaliyotdan so'ng har bir bemorga individual podxod qilinadi. Ya'ni siz oshqozoningiz tikilgan joylarga nagruzka tushmasligi uchun suyuq holatda bir oy ovqatlaning deymiz. Va suyuq holatda bizga birinchi, ikkinchi, uchinchi oy muhim, o'ta muhim. Sababi tikilgan joylarga nagruzka tushmasligi uchun amaliyotdan keyingi bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olishimiz kerak. Va o'sha kuzatuv, nazoratlarimiz, tavsiyalarimizga amal qilgan holatda hayot kechirilsa, har bir semizlik kasalligidan aziyat chekayotgan bemorlarimiz amaliyotdan so'ng maqsadga erishib boraveradi. Har bir inson individual. Siz boshqa insonsiz, men boshqa insonman. Siz yoki bizga o'xshagan insonlar juda ko'p. Ular bir oilada 3-4 xil fikrda, 3-4 xil kayfiyatda, 3-4 xil xarakterdagi insonlar bor. O'shaning uchun har bir insonga alohida individual podxod qilinadi. Lekin qonun qoidasi bir xilki, ovqatlanish tartiblari bir xil. Ovqatlanish tartiblarini aytiladi, 1 oy, 2 oy, 3 oy nazoratda kuchli qilinadi, dieta bo'yicha, keyin odatiy rejimga o'tiladi, oz-ozdan tez-tez ovqatlanadi. Va kun sayin harakatlarimizni ko'paytirganimiz sayin tanada yig'ilgan yog'lar parchalanishi va vazn ketishi oshib boraveradi. Mana qarang-da, hozir ko'pchilikning o'rnidan savolni beraman. Ko'pchilik qiziqqan. Oshqozon operatsiya qildirsam zo'r bo'ldi, ozib olaman, shu bilan semirmayman yoki bo'lmasam qo'rquvli ham bo'ladi. Ozib ketavermaymanmi to'xtovsiz? Siz mana ko'p baribir operatsiyalar o'tkazgansiz. Bemorlaringizda qanaqa hayotida o'zgarishlar bo'lgan? Ozishi to'xtovsiz bo'lganlar bormi yoki ozmay qolganlar ham bormi? O'sha haqida ham ozgina. Albatta bu amaliyotdan so'ng juda ko'p natijalarimiz bor. Bu amaliyotni o'tkazishimizdan bois semizlik kasalligi bartaraf qilish. Oshiqcha vazn 30 kg, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 kg oshiqcha vaznlar ham bo'lgan. Bularni bartaraf qilayotgan davrda bemorlarimizda juda ko'p o'zgarishlar bo'ladi. Avvalambor shu semizlik kasalligidan aziyat chekayotgan va uni asoratlaridan aziyat chekayotgan bemorlarimiz yaqqol sezishadi. Ya'ni bosh og'rig'i, uyquni buzilishi, qon bosimini ko'tarilishi, yurak sohasida og'riq, bel sohasida og'riq, tizza bo'g'imlarida og'riq, hansirash, nafas tiqilib qolish, oddiygina o'zini paypog'ini, hojatga kirgandagi hojatlarni qilishga qiynaladi. Bu noqulayliklar va bu shikoyatlar amaliyotdan so'ng birinchi, ikkinchi kundan qisqa muddat ichida bartaraf bo'lish boshlaydi. Ko'p bemorlarimiz uyqum yaxshi bo'ldi. Oldin uyquga to'ymasdim, yarim kechada uyg'onib ketardim. Nafasimga tiqilib qolib uyg'onardim. Semizligidan. Semizlikki qancha darajasi ko'p bo'lsa, shuncha shikoyatlar ko'payadi. Nafasim hansirab qolardim, 50 metr yura olmasdim derdi. Bu kasallikka shikoyatlari kunma-kun bartaraf bo'laveradi semizlik, vazn yo'qotilish bilan. Erkaklar va ayollarda semizlik bo'ladigan bo'lsa, turmush qurgandan keyin bepushtliklar bo'ladi. Uzoq yillar, 7 yil, 8 yil saqlanmasa ham bepushtlik bo'ladi. Harakat qilsa ham, davolansa ham, endokrinolog, ginekologlarda davolanib yursa ham, urologlarda davolanib yursa ham bepushtlik davom etaveradi. Buni negizida semizlik yotgan bo'ladi. Amaliyotdan so'ng aksariyat ayollarimiz qonun bo'yicha, standart bo'yicha aytamiz, 1 yilgacha homilador bo'lish mumkin emas deymiz. Ular odatiy 7 yil, 8 yil, 10 yildan beri homilador bo'lmayman-ku deb saqlanishmaydi. Doktor aytaveradi deydi. Chunki bo'lmaydi deb o'ylashadi. Lekin ming afsuski 3 oy, 4 oydan keyin gormonal o'zgarishlar hammasi joyiga kelib, kutilmaganda homilador bo'lib qolishadi. O'zingizlar eshitdinglar, oshqozon operatsiyasi bu juda ham qo'rqinchli operatsiya emas ekan. Shu yoqqa kelib o'zim ham eshitib bildim. Oshqozon operatsiya qildirmoqchi bo'lganlar, sizlar kelishinglar bilan bu yerda tap etib yotqizib operatsiya qilishmaydi, конечно. Sizlarning yoshinglar, o'sha irsiy kelib chiqish, qanaqadir kasalliginglar bormi, o'shalarni hammasi konsultatsiya qilinadi, analiz topshiriladi, undan keyingina oshqozon operatsiyasi amalga oshiriladi. Bemalol kim qildirmoqchi bo'lgan fikrda yurganlar bemalol kelib operatsiya qildirishinglar mumkin, tavsiya qilaman sizlarga. Sizlarni xursand qiladigan joyi konsultatsiya mutlaqo bepul.